Savchenko 7-4-13 masala. Pozitronidagi elektron va pozitron orasidagi masofa r. Pozitronning parchalanishi uchun elektron qanday minimal energiya olishi kerak? Bilamizki, pozitronning atomida pozitron va elektron bir-biri atrofida aylanma harakat qiladi. Pozitron va elektronning massalari teng bo'lganligi sababli ularning aylanish tezliklari ham teng bo'ladi. Va aylanish markasi massa markazidan o'tadi. Har ikkisi ham bir xil em massaga ega deb olamiz. O'rinlardagi masofa r bo'lganligi uchun massa markazidan zarralardan birigacha bo'lgan masofa r taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu elektron bo'lsin, bunisi esa pozitron. Elektronni yoki pozitronning tezligini aniqlashimiz uchun Newtonning ikkinchi qonunidan foydalanamiz. Biz bu yerda zarralarni aylanma harakat qildiradigan kuch Kulon kuchidir. Kulon kuchini K y kvadrat taqsim r kvadrat orqali yozishimiz mumkin. Zaryadlar y bo'lganligi uchun teng m ko'paytirilgan a tezlanish o'rniga esa v0 kvadrat taqsim aylanish radiusi yozishimiz mumkin. Bu yerda aylanish radiusi r taqsim 2 ga teng bo'ladi. Yoki buni ikkini suratda yozamiz. Buni qisqartirsak, v0 kvadrat qiymatini aniqlasak, v0 kvadrat teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. K y kvadrat taqsim 2 m r ga. Demak, bu birinchi tengligimiz. Endi masalaning ikkinchi qismiga o'tamiz. Biz pozitronni parchalashimiz kerak, ya'ni uni erkin elektron va pozitronga aylantirishimiz kerak. Buning uchun esa bu elektronga qanday minimal energiya berishimiz so'ralgan. Keling yana qaytib chizib olaylik chizmani. Demak, pozitronning tezligi oldingidek v0, elektronga esa v0 tezlik o'rniga qandaydir v tezlik beramiz. Biz shu v tezlikni qiymatini aniqlasak, keyin unga qanday minimal energiya berishimiz kerakligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa nazariy qismni bilishimiz kerak. Ya'ni sistemani, bu kabi sistemani parchalash uchun bu sistemaga aniqrog'i bu sistemaning to'la energiyasini nol qilishimiz kerak. Xo'p, demak, bu sistemaning to'la energiyasini massa markaziga nisbatan to'la energiyasini massa markaziga nisbatan to'la energiyasini eng kamida nol qilishimiz kerak. Ushbu nazariyadan foydalanamiz bu masalaga yetishda. Demak, shu umumiy sistemani faqat massa markaziga nisbatan to'la energiyasini nolga tenglashtirsak, bu sistemani parchalashimiz uchun qanday energiya berishimizni topishimiz mumkin. Keling, birinchi navbatda
v tezlik berganimizdan keyin sistemaning massa markazi qanday tezlikka ega bo'lishini aniqlaylik. Har ikki zarra ham bir xil m massaga ega bo'lganligiga asosan v massa markazining tezligini m1 v1 ya'ni m kira v qo'shilgan m2 v2 m ko'paytirilgan v2 o'rniga esa minus v0 yozamiz. Sababi u qarama-qarshi yo'nalishda yo'nalgan. Taqsim umumiy massa o'rniga 2m yozishimiz mumkin. Yoki bu v minus v0 taqsim 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, massa markazining tezligi v ayrilgan v0 taqsim 2 ga teng. Endi yana bir marta chizma chizaylik. Ushbu sistemamiz massa markaziga nisbatan, ana endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, massa markaziga nisbatan tezliklarni, zarralarning tezligini aniqlashimiz kerak. Demak, e'tibor qaratadigan bo'lsak, elektron va massa markazining tezligi bir tomon yo'nalganligi sababli elektronning massa markaziga nisbatan tezligini shu v tezlikdan v minus v0 taqsim 2 ni ayirib topishimiz mumkin. Ushbu holatda v ayrilgan v minus v0 taqsim 2 v qo'shilgan v0 taqsim 2 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Shunga o'xshash pozitronning tezligini ham topishimiz mumkin. Bu v0 va v minus v0 taqsim 2 tezliklar qarama-qarshi yo'nalganligi uchun yana nisbiy bu ikkita demak, pozitronning massa markaziga nisbatan tezligini aniqlasak, v qo'shilgan v0 taqsim 2 kelib chiqadi yana. Ana endi mana bu yozgan nazariya qismimizdan foydalanishimiz mumkin. Demak, sistemani parchalash uchun bu sistemaning massa markaziga nisbatan to'la energiyasini eng kamidan 0 qilishimiz kerak. Demak, y to'la energiyani 0 ga tenglashtiramiz. Bilamizki, zarralar kinetik energiyaga ega. Demak, zarralar kinetik energiyaga ega. Bu kinetik energiyani quyidagicha yozamiz. M taqsim 2 ko'paytirilgan tezlikning kvadrati v0 qo'shilgan v taqsim 2 ni kvadrati. Faqat ikki zarra ham bir xil tezlikka ega bo'lganligi sababli buni 2 ga ko'paytirishimiz mumkin. Qo'shilgan bundan tashqari zarralar o'zaro ta'sir potensial energiyaga ham ega. Buni k ko'paytirilgan pozitronning zaryadi ko'paytirilgan elektron zaryadi minus e ga teng taqsim o'rinlardagi masofa r ko'rinishda yozishimiz mumkin va shuni 0 ga tenglashtiramiz. Bu ikkini qisqartirsak va ifodaning ikkinchi qismini tenglik tomoniga olib o'tsak, m v0 qo'shilgan v taqsim 2 ning kvadrati teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin k y kvadrat taqsim r ga. Ana endi m ni tenglik tomoniga olib o'tib ikki tomondan ildiz chiqarsak, v0 qo'shilgan v taqsim 2 teng bo'ladi k y kvadrat taqsim m ko'paytirilgan r ildiz ostida. Ana endi ikkini ham tenglik bu tomoniga olib o'tsak va bu v0 ni birinchi tengligimizdan topib joyiga keltirib qo'ysak, demak, ildiz ostida k y kvadrat taqsim 2 m r qo'shilgan v teng bo'ladi. Ikkini tenglik tomoniga olib o'tganimiz uchun 2 ildiz ostida k y kvadrat taqsim m ko'paytirilgan r ga. Va shu tenglikdan v ning qiymatini aniqlasak, ildiz ostida k y kvadrat taqsim m r ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, qavs ichida 2 ayrilgan 1 taqsim ildizda 2 qolishini ko'rishimiz mumkin. Ana endi nihoyat
elektronga qanday minimal energiya berishimiz kerakligini aniqlashimiz mumkin. Buning uchun elektronning oxirgi kinetik energiyasi mv kvadrat taqsim 2 dan ayiramiz elektronning dastlabki kinetik energiyasini, ya'ni mv0 kvadrat taqsim 2 ni. Yoki bu ham teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. M taqsim 2 ni qavs tashqariga olib chiqsak, qavs ichida v kvadrat minus v0 kvadrat hosil bo'ladi. Yoki bu ham teng m taqsim 2 v kvadratni aniqlaymiz. Demak, v kvadratimiz mana bu tenglikdan k y kvadrat taqsim m ko'paytirilgan r qavs ichida 2 minus 1 taqsim ildizda 2 ni kvadratini hisoblaymiz. Bu 4 ayrilgan 4 taqsim ildizda 2 qo'shilgan 1 taqsim 2 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Ayrilgan v0 kvadrat o'rnida esa birinchi tenglikda aniqlagan ifodamizni keltirib qo'yamiz. U k y kvadrat taqsim 2 m r ga teng. Yoki bu ham teng bo'ladi m taqsim 2 ko'paytirilgan, e'tibor qaratadigan bo'lsak, k y kvadrat taqsim m r ni qavsni tashqariga olib chiqishimiz mumkin. Qavs ichida esa 4 ayrilgan 4 taqsim ildizda 2 qo'shilgan 1 taqsim 2 ayrilgan 1 taqsim 2 qoladi. 1 taqsim 2 hisoblanadi. Yoki bu ham teng bo'ladi. M ham qisqarishini ko'rishimiz mumkin. K y kvadrat taqsim r 2 ni ham qavsni ichiga olib kirsak 2 minus 2 taqsim ildizda 2 hosil bo'ladi. Yoki buni ham soddalashtirib yozadigan bo'lsak k y kvadrat taqsim r 2 ayrilgan ildiz osti 2 kelib chiqadi. Demak, pozitroniyni parchalashimiz uchun bu sistemaga, aniqroq elektronga eng kamida shunga teng bo'lgan energiya berishimiz kerak.